Bilmadim, bundan keyin balki dushmanlar ko'payib qolar menga. Nima deydi bilasiz? Vati, butun Rossiya Yevropani bosib olgan. Men rohiblar, shamanlar va domlalarni juda yoqtiraman. Men ularni soliqlardan ozod qilib, oltin, kumush paysalar beraman deydi. Nima uchun unday deysiz? Ular meni xalqimni cho'pchaklarga ishontirib menga bo'ysunuvchan qilib beradi. Din oddiy insonlar uchun haqiqat, faylasuflar uchun yolg'on, davlat uchun juda foydali. Olimlar bilasizmi? O'limni bayramdek kutib olishdi. Umar Xayyom qanday o'limi bo'lgan bilasizmi? Men o'lim Endi chichvordingiz aka. Oddiy odamlar uchun to'g'ri, faylasuflar uchun yolg'on. Ya'ni bitta tomoni to'g'ri aytganingiz, o'sha Iso alayhissalomning dinida, nasroniylarning dinida Iso alayhissalom Bibliya Alloh taolo tomonidan Iso alayhissalomga tushirilgan. Iso alayhissalom o'zinglarning nafsinglar bilan emas, mana shu Injil Bibliya bilan hukm yuritamiz, Allohning hukmi bilan hukm yuritamiz deganda odamlarning nafsiga yoqmagan Rabboniy olimlari yoqqan joyini olib, yoqmagan joyini otib yuborishgan. Lekin Iso alayhissalom unga yo'l qo'ymaganda, Iso alayhissalomni odamlar o'ldirmoqchi bo'lgan. Shu Yahudiy nasroniylar nafsiga yoqmagan hukmlarni qavmiga keltirgani uchun. Iso alayhissalom tepaga chiqib ketganlardan keyin o'rniga boshqa odam o'lgan. Bu hissa ko'p, buni keyin aytib o'tamiz. Odamlar dinni qurol qilib olishgan. Ya'ni o'sha olimlar biz mana Injildan bilamiz degan olimlar Injilni o'zgartirib hozir asl nusxasi qolmagan Injillar. Injil batamom parchalanib ketgandan keyin Alloh taolo Muhammad payg'ambarga Qur'on kitobini tushirgan. Qur'on hali o'zgarmagan, qiyomatgacha o'zgarmaydi inshaalloh. Injilni odamlar nima qilgan desanglar, podshohlarga yoqadigan, podshoh ko'p oltin olib, qizlarini zo'rlab, mana shunaqa nohaqliklar qilsa, Rabboniy olimlar podshoh oldiga turib olib, "Yo'q, bu to'g'ri, Injilda shunaqa yozilgan. Bu to'g'ri hukm" deb deganidan o'sha xalq g'azablanib, xalqni o'sha anaqasi ham bo'yniga kelgandan keyin xalq birlashib podshoh bilan Rabboniy olimlarni o'ldirib tashlashgan, ko'tarilib. Nimaga unaqa qilishgan desanglar, undan keyin nimaga kelishgan desanglar, odamlarni Injildan nafrat oshib, chunki uni odamlar o'zi o'zgartirib tashlaganda, bu Allohdan keldi deb. O'zi Allohdan kelmagan, u o'zi qo'llari bilan o'zgartirib tashlashgandan keyin din hayotdan ajratilgan. Yevropa, Rossiyalarda din hayotdan ajratilgan. Islom dini o'sha Makka mushriklari xuddi hozir Dubayda Trump kelganda sochini o'ynatdi-ku ana qizlar. Mendan Makka mushriklari paytida o'shanaqa davr bo'lgan. Mushriklar sochini mana shunaqa o'ynatib, shunaqa johiliyat paytida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga 40 yoshlarda Qur'on oyatlarini tushirib, Qur'on bilan odamlarni to'g'rilaganlar, odamlarni tarbiyalaganlar. Bu odamning videolarini ko'rdim. To'g'ri gaplari ham bor. Noto'g'ri gapi nima desanglar, Qur'onni men o'qidim deyapti tarjimasi. 30 varog'ini o'qidim. U yog'ini уже o'qolmadi. Tushunasizlarmi? Eng kerakli nima kitob, men sizlarga maslahat beraman. Bunaqa faylasuflar bilan bemalol disput qila oling. Qur'onni tarjimasi va siyratni o'qinglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam siyratini Qur'onni tarjimasi. Mana shu umringda 3 ta kitob tavsiya berdiganda, ikkitasida shu kitob tavsiya bergan bo'lardim. Qur'onni tarjimasi Shayx Olovuddin Mansur yaxshi tarjima qilgan. Tafsiri Hilol Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Siyratni o'qinglar, o'rganinglar. O'shanda mana bunaqa odamlar chiqib olib, boshinglarni qotira olmaydi.